Krishtianu Ronalduning Instagramga qo'yilgan har bir postining puliga 100 ta yoki 1000 ta centra berishini bilarmidingiz? Bu hazil emas, bu fakt. Tushunganingizdek, bugun Krishtianu Ronaldu haqida bitta fakt aytamiz. Qani bo'lmasam, ketdik. To'liq ismi Krishtianu dos Santos Aveiro. 1985-yil 5-fevralda tug'ilgan. Tug'ilgan joyi Madeyra. Oilasi kambag'al bo'lgan. Otasi bog'bon, onasi oshpaz bo'lgan. Ismiga AQSh prezidenti Ronald Reagan sharafiga Ronaldo deb qo'yilgan. Bolaligida juda sho'x bo'lgan. 8 yoshda futbol o'ynashni boshlagan. Birinchi klubi Andorinho Nacional klubiga o'tgan. 12 yoshda Sporting akademiyasiga kirgan. Oilasidan uzoqda yashagan. Yurak operatsiyasini boshdan kechirgan. Juda tez yugurishi bilan mashhur bo'lgan. O'ng qanot hujumchisi sifatida faoliyatini boshlagan. Texnikasi yoshligidan yuqori bo'lgan. Juda ko'p mashq qilgan. O'qishda unchalik yaxshi bo'lmagan. Futbolni hamma narsadan ustun qo'ygan. 2003-yil Manchester Unitedga o'tgan. Transfer narxi o'sha paytda rekord. 7-raqamni esa Ferguson Ronaldoga maslahat bergan. Bu raqamni David Beckhamdan olgan. O'sha paytdagi murabbiy Alex Ferguson bo'lgan. 2008-yilda ilk bor Ballon d'Or, ya'ni oltin to'pni yutgan. Klub bilan UEFA Chempionlar Ligasini yutgan. 3 marta Premier Liga chempioni bo'lgan. 118 ta gol urgan. Dunyo yulduziga aylangan. 2009-yil Real Madridga o'tgan. Real Madridda 450 ta gol urgan. Klub tarixidagi eng yaxshi to'pchilar. Real Madridda 4 marta Chempionlar Ligasini yutgan. Lionel Messi bilan raqobat kuchli bo'lgan. 2014, 2016, 2017-yillardagi Ballon d'Or yutgan. BBK triosining a'zosi bo'lgan. Juda ko'p rekordlarni yangilagan. Klub tarixiga kirgan. 2003-yilda terma jamoada kapitan bo'lgan. 2016-yilda UEFA Euro 2016 ni yutgan. Finalda jarohat olgan. 2019-yilda UEFA Nations Liga, ya'ni Millatlar Ligasini yutgan. Terma jamoa tarixidagi eng yaxshi to'pchilar, eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilardan biri. Ko'plab hat-triklar qilgan. Penaltilarni aniq tepadi. Liderlik qobiliyati kuchli. Juda kuchli atlet. Tanasidagi yog' miqdori past. Juda tez yuguradi. Sakrash balandligi NBA darajasida. Mashg'ulotni juda jiddiy qiladi. Intizom kuchli. Dietasiga qat'iy amal qiladi. Spirtli ichimlik ichmaydi, chekmaydi. Har kuni mashq qiladi. 5 ta Ballon d'Or yutgan. 5 ta UEFA Chempionlar Ligasini yutgan va 4 ta Yevropa oltin butsasini yutgan. 950 ta gol urgan. Futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi. Rekordlar qiroli nomi bilan atalgan. Har bir ligada gol urgan. Ko'plab sovrinlar egasi. Individual mukofotlar juda ko'p. Futbol tarixidagi eng buyuklardan biri. KR7 brendiga ega. Mehmonxonalari bor. Kiyim liniyasi bor. Eng ko'p obunachiga ega sportchi. Instagramda rekord egasi. Juda boy futbolchilardan biri. Reklama shartnomalari ko'p. Nike bilan hamkor. Ko'p xayriya qiladi. Bir necha farzandi bor. Onasini juda yaxshi ko'radi. Oilaparvar inson. Jorjina Rodriges bilan munosabatda. Farzandlari bilan ko'p vaqt o'tkazadi. Doim sog'lom turmush tarzida yashaydi. Juda tartibli. Har narsada mukammallikka intiladi. Motivatsion shaxs. Yoshlar uchun idol. Har kuni 5-6 mahal ovqatlanadi. Muzdek suv bilan tiklanadi. Uyida sport zali bor. Juda tez tiklanadi. Rekordlar qilishni yaxshi ko'radi. Futboldan tashqari biznesga qiziqadi. Juda mashhur. O'z ustida ishlashni to'xtatmaydi. Har doim g'alabani xohlaydi. Syuy bayrami bilan mashhur. Futbol tarixidagi eng katta ikonlardan biri.